yaxshi. Ishni qulflash kerak. Ajoyib. Uyda hech bo'lmasa xavfsizlikdaman, chunki bu yerga zombilar kira olishmaydi. Stop. Yo-moyo, tushunursan. Qanaqasiga? Sekin-sekin. Bo'ldi. Minus. Ikkinchisi bo'la o'qilan. Bo'ldi. Mana bu kutilmagan vaziyat. Zombilar kirib keladi deb o'ylamagandim. Xo'sh, boshqa yo'qmi? Tushunursan, derazani sindirib tashlashdi. Endi buni o'rniga biror bir buyumlarni qo'yib yopishimga to'g'ri keladi. Sekin zombilar. Tushunursan. Keling, ko'rmanglar, uyga kirmanglar. Hozir. Bo'ldi oxirgisi. Tak, stop, eshikni o'tirib oldi. Yo-moyo bo'la o'qilan. Sekin. Bo'ldi. Epladim. Tushunursan. Bo'ldi. Endi bu yerni tezroq yopish kerak, chunki qolgan zombilar ham kelib qolishi mumkin. Xayr, bular bunchalik kuchli bo'lsa, qanday qilib bular bilan kurashamiz axir? Odamlarni bitta qoldirmasdan yeb yuborishadi bular. Bilan bularni shuncha uzoq vaqt davomida o'ldira olmadim. Agar dadamga ko'proq zombilar ushlab qolsa nima bo'ladi? Oddiy oltalik revolver bilan nima qiladi? Xayronman. Shunga aytgandim, birga borishimiz kerak deb, lekin yo'q, qaysarlik qilib tashlab ketdilar. Mayli, tushunursan. Yaxshisi bu yoqqa shkafni surib qo'yish kerak. Darb. Men keldim. Nima bo'ldi? Buni sendan so'rash kerak. Derazani nima qilding? Zombilar hujum qilib qolishdi. Zombilar? Abraham ham o'libdi. Yo'q, tushunursan. Hozir stop, shoshma. Demak, Abraham meni tirik emasmi? Yo'q, oyog'ingiz nima qildi? E'tibor berma. Ozgina kichkinagina yarachi. Ovqatni shkafga va xolodilnikka solib turmay, hozir yaramni yuvib kelay. Xo'p bo'ladi. Tushunursan. Unchalik xavfli emasmi? Yo'q. Okey, unda yaxshi. Yo-moyo, ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Bir sumka ovqat ancha ketsa kerak, kamida bir oyga yoki bir haftaga, bilmadim. Endi tejab yeyishimizga to'g'ri keladi, kamiga sabzavotlarni. Tushunursan, mayli. Shunday qilib derazani shkaf va stol bilan yopib qo'ydim. Ajoyib. O'zing hech narsa qilmadimi? Yo'q, hech narsa qilmadi. Ajoyib, bu asosiysi. To'g'ri aytasiz. Aytgancha o'zingizning yarangiz nima bo'ldi? Qandaqadir bomb tishlab oldi. Xullas, yaramni yangilab kelay, yaxshi eslating. Xo'p bo'ladi. Qanaqadir bomb tishlab olibdi. Tushunarli. Dadam va bomb ovqat ustida talashib qolishgan va bomb dadamning oyog'idan tishlab olgan. Mana bu albatta hikoya. Asosiysi hammamiz sog'-omonmiz, ovqatimiz bor. Undan tashqari zombilardan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Derazani hech narsani sindirib tashlashdi. Tushunursan, shkafni ham yiqitib, hatto shkaf va stolni yiqitib olishmaydi. Bu aniq. Men ham yaxshisi dam olaman, chunki bugun juda ham ko'p yoqimsiz ishlar sodir bo'ldi. Umid qilamanki, hammasi tezroq o'z joyiga qaytadi. Bu nima ovoz bo'ldi? Tushunmadim, pastdan keldimi? Yo-moyo, balki barrikadalarni buzib zombilar kirib olishgandir. Tushunursan, ko'chada cho'rroq yoniq. Bilamanki, barrikadalar buzilmagan. Tak, hamma yoq tinch. Eshik yopiq, xo'sh. Tomonga yo-moyo. Bo'lishi mumkin emas. Dada, tushunursan. Hoy, dada, bo'lishi mumkin emas. Faqat zombiga qanaqasiga zombiga aylanib qoldingiz? Yo'q, tushunursan. Yo'q. Faqat bu emas. Sekin. Yo-moyo. Bo'ldi. Tushunursan, lekin qanaqasiga? Axir hech kim kasal emas edi. Oramizda kasallar yo'q edi. Yo-moyo. Yerdan dadamga zombi virus yuqdi. Sekin. Tak. Bo'lish kerak. Bu ishni qilishni istamagandim, lekin boshqa ilojim yo'q. Agar xonaga kiradigan bo'lsa, yo-moyo. Yo'q. Faqat yaqinlashmang. Dada, tushunursan. Bo'ldi. U ortiq men dadam emas edi. Agar o'ldirmasam, u meni o'ldirardi. Lekin tushunursan, axir qanaqasiga kasallamagan edingiz? Yo'q, tushunursan, rostsanam eng boshda dadam do'sti to'g'ri aytgan ekan. Ketishimiz kerak edi. Axir men dadamga aytgan edim. Ketishimiz kerak, do'stingiz ogohlantirib qo'ysa, quloq solmadi va mana nima bo'ldi oqibatda. Tushunursan, kela qolinglar, mayli. Sekin. Yerdan kelib qolishdi bu yoqqa zombilar yana. Tushunursan, hozir yo'llarni ko'pligiga yarashga kirib, meni burchaga qisib bo'lishsa, yo'q, sekin. Tushunursan. Bo'ldi. Boshqa zombilar bu yerda yo'q. Ammo dadam qanaqasiga kasallandi? Okey. Bo'ldi. Eshikni yopib qo'yish kerak. Tushunursan, hozir bo'ldi. Tak. Radar bo'ylab nima qilishimiz mumkin? Bu yerdan tezroq ketish kerak. Hamma narsalarni yig'ishtirib, ertalabgacha bu yerdan qoramni o'chirishim kerak. Hozir chiqish yaxshi o'y emas. Aksincha, ertalab ketishim kerak. Hozir esa eshikni yaxshilab yopib qo'yish kerak. Mana bu bilan yopa olamanmi? Tushunursan, qani? Yo-moyo, yo'q, yopa olmas ekan. Ajoyib, mayli. Shu yerda qorovullik qilaman. Ertalab esa o'ylab ko'raman nima qilishni. Tushunursan, lekin bo'lishi mumkin emas, dadam. Endi nahotki butun dunyoda yolg'iz qolgan bo'lsam. Hatto bobom. Menimcha tan olish vaqti bo'ldi. Odamzod bunaqangi kasallikka tayyor emas edi. Kasallik bir kechada juda ham kuchli mutatsiyaga uchradi. Kasallanganlar esa
kannibalizm ma'lumotlarini ko'rsata boshlashdi va o'zlari ham odamiylikni yo'qotishdi. Ular juda ham agressiv. Agar yo'lingizda birorta kasallanga uchrab qolsa, uni terisiga ko'ra bilib olishingiz mumkin. To'q yashil rang va qop-qora ko'zlar. Ularni birdaniga yo'q qiling. O'zingiz va boshqalar uchun. Bir kechani o'zida katta-katta mamlakatlar va shaharlar yer bilan yakson bo'ldi. Endi hamma o'zi uchun o'zi kurashadi. Shu jumladan hammangizga omad tilab qolaman. Umid qilamanki, ko'pchiligingiz tirik qolasizlar va sivilizatsiyani qaytadan tiklashga muvaffaq bo'lasizlar. Yo'q, buni endi vaqt ko'rsatadi. Asosiysi, o'zingizni tishlab olishlariga yoki qondan zaharlanishga yo'l qo'ymanglar. Kasallanganlarni esa birdaniga zudlik bilan o'ldirish kerak. Do'stim, yaqinim, tanishim, oila a'zoyim deb qarab o'tirmanglar. Agar oldingizda kasallangan bo'lsa, ertami-kechmi uni o'ldirmasangiz zombilar chin ursin. Borgan sari ko'payib ketishyapti. Kechasi yo'lga chiqish kerak edi. Hozir esa imkoniyatlarim kamayib ketyapti. Borgan sari har bir soat hisobda. Soat ham gapmi? Daqiqa, chunki daqiqa sari zombilar ko'payib ketishyapti ko'chada. Chin ursin bo'ldi. Sekin. Yaxshi, olishim kerak bo'lgan hamma narsani olib olaman. Tak, menga kerak bo'ladi, albatta bular kerak emas. Xo'sh, sumka kerak bo'ladi. Kamerani bilmadim nima qilaman. Xo'sh, qora sumkam hammasidan ko'ra kattaroq, shuni olib olaman. Tak, dadamning xonasida ham foydali narsalar ko'proq bo'lishi kerak. Xo'sh, nimani olishim mumkin? Shkaf. Tak, kiyimlar menga kerak emas. Okey, bu yerda kichkina shkaflarda kitoblar ham kerak emas. Xo'sh, bu yerda pullar kerak bo'lishi mumkin. Hatto yaqin orada pul o'rniga valyuta sifatida patronlar yoki ovqatni ishlata boshlasa kerak, xuddi kinolardagidek. Menda reja bor va unga ko'ra bobom yoniga bormoqchiman. Bobom qishloqda yashaydilar va agar ulgursam, yonlariga borib bemalol apokalipsis o'tib ketgunicha qishloqda qolish mumkin. Lekin menimcha apokalipsis endi umrbodga bizni hech kim qutqarmaydi. Hech kim odamlarga yordam bermaydi. Bu yakun, odamzodning yakuni. Ajoyib. Hattoki yaqinlarim bilan xayrlashishga ulgurmadim. Okey, nima qilardim? Hech bo'lmasa bobom bor va qishloqqa bobom yoniga borishim mumkin. Afsuski, xom go'shtlarni ololmayman, chunki ular baribir sumkamda yomon bo'lib aynib qoladi. Shunga faqatgina yoki tayyorlarni olishim mumkin. Bir necha kun ichida birdaniga yeb yuborishga. Keyin esa qolganlarini tak hozir menga kerak emas. Xo'sh, sabzavotlarni ham olishim mumkin. Pichoq kerak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda yana bizga sumka, tak, aptechka kerak bo'ladi va montirovka ham kerak. Yana nima? Xo'sh, sumka kerak emas va bo'ldi. Qolganlarini hammasini hozir yaxshilab joy-joyiga taxlab qo'yaman. Montirovkadan ko'ra menimcha pichoq jangda praktichniroq bo'ladi. Tak, yana hozir buni bu yoqqa va kartoshka, sabzi, konserva, non aytgancha konservalardan ko'proq olish kerak. Shaharda chiqishimdan avval bir joyni bilaman. O'sha yerga borib konservalar qidirib ko'rish mumkin. Omadim kelsa, mengacha hech kim olib ketmagan bo'ladi. Hatto menday qochmoqchi bo'lganlar juda ham ko'p bo'lsa kerak va men borgunimcha hammasi allaqachon talon-taroj qilib bo'lingan bo'lsa ham hayron qolmayman, chunki biz aniqrog'i men endi qochmoqchi bo'lsam, dadamning do'sti qachon endi ogohlantirgandi. Undan keyin esa albatta qochmoqchi bo'lganlar ko'p bo'lgan. Bo'pti, radioni ham olaman, radio ham kerak bo'lishi mumkin. Tak, bo'ldi. Boshqa aloqa vositasi bizda yo'q, telefon va radio menda. Endi bemalol chiqishim mumkin. Faqatgina zombilardan ehtiyot bo'lish kerak. Tak. Mana buni olib tashlash kerak va bo'ldi. Yo'lga chiqish mumkin. Zombilar juda ham ko'p, lekin hech qisi yo'q. Hozir mendan ko'rishadi. Birin-ketin hammasini otib tashlayman. Tak, qani kelinglarchi. Birinchisi ola qol yaxshi boshdan o'tish qiyin. O'yim ekan, mana ol. Okey, bo'ldi, yaxshi. Ikkitasi minus, endi uxlab olishim kerak. Tak, hozircha meni yoki qo'shmaydi yoki e'tibor berishmayapti. Mana e'tibor berishdi, yaxshi. Qani kelinglarchi. Sekin dirivlik afsuski patronlar qolmadi. Shuning uchun ham ichida borini asrab qolaman. Agar juda ham ko'p talpa bo'lib hujum qilib qolishsa, zombilar ana shunda ishlatishim mumkin bo'ladi. Chunki bitta ikkita zombiga ishlatishga unchalik ham effektiv emas. Qani kelchi, sekin. Yo'q, bo'ldi. Ol. Yaxshi. Hozircha g'alaba men tarafda. Albatta juda ham qattiq urishar ekan, lekin hozircha unchalik qattiq yaralashmadi. Axir bizda mashina bor. Faqatgina hozir mashinani sekin olib chiqsam bo'lgani. Xo'sh. Okey, Jiguli o'z joyida va garaj kaliti dadamda bo'lsa kerak. Chunki xonasida hech narsa yo'q edi. Demak, cho'ntaklarda kaliti turibdi. Garajniki ham, mashinaniki ham dadamda bo'lsa kerak. Sekin qani. Yaxshi, mashina kaliti va garaj kaliti ham o'sha yerda ekan. Kechiring men dada, lekin sizni shunday tashlab ketishga majburman. Boshqa ilojim yo'q. Xo'sh, yaxshi. Hozir garaj eshigini ochaman. Shu bilan mashinani zavod qilib, bu yerdan justagimni rostlayman. Yo'lga bir magazinga qarab o'taman, balki u yerda ovqat bordir. Shunda bobom yoniga tezroq boraman va ovqat bilan borsam, yana ham bobom o'zi tirikmi, chunki qishloqda ham odamlar bor, kasallik ham yetib borgan bo'lsa kerak. Sekin. Xo'sh. Okey, buni yopamiz va menimcha garajni ochiq qoldirsam bo'ladi, chunki baribir ham uyda
foydali qimmat narsa yo'qolib ketishga shunga hatya mayl baribir ham yopib qoldirganim ma'qul. Yopila qolsang-chi, yaxshi. Bo'ldi, kalitni ham olib ketaman. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Mana qanchalik odam hayoti qadrsiz. Bir necha kun ichida hammasi oyoq ostidan bo'ldi. Endi avvalgi sivilizatsiya blagalari bizda yo'q. Yoki hammasini boshdan boshlashga to'g'ri keladi, yoki taqdirga tan berib ko'nikishga. Xo'sh, ularga ancha-muncha yaqinman, ammo e'tibor berishmayapti. Bu yaxshi. Revolver uchun patronlar yetadi degan umiddaman. 36 ta. Ha, unchalik ham ko'p emas, lekin bu yerda 1 2 3 4 5 xo'sh. Do'konga kirishgacha yetadi, lekin old tarafdan kirmayman, orqa tarafdan kiraman. Bir vaqtlar bu do'konda ishlagandim va qayerda nimaligini bilaman. Ajoyib, qani kelinglarchi, sekin jinosun. Mana bu yerda bitta bor ekan. Tak, bir, hozir ko'radimmi? Yo'q-yo'q. 2 3 jinosun. Birozgina hisoblatirishgan ko'rinaman. Yo'q, bu yerda zombilar ko'paygan. Jinosun 1 2 3. Sekin hozir hammasini o'sib tashlayman. Yo'q, dribifdan yaxshi 1 2 jinosun 3. Yaxshi. Yaxshi ham dribifni asrab qolibman. Aks holda nima bo'lardi hayronman bu yerda? Zombilarga em bo'lardim. Sekin qani kelchi mana. O'l. Sekin. Bo'ldi. Ajoyib. Minus zombi. Bu ketishda yaxshiroq qurol topmasam, aniq tirik qolmayman. Revolver, dробовик albatta yaxshi, lekin zombilar juda ham ko'p kelib qolishganda tirik chiqmasligim aniq. Qana olchi 1 2 3. Yaxshi, tushunsin boshidan. Ajoyib. Okey, endi orqa tarafdan kirsam ham bo'laveradi. Tak, yaxshi. Sekin, polkalar bo'sh tushunmadim. Yo'q-yo'q. Qo'riqchi yoki politsiyachiman hayronman, lekin formaga e'tibor bersa, ha, politsiyachi bo'lsa kerak. Aniq politsiyachi. Bo'ldi tak. Hozir ochaman va nimaga chiqmayapti? Sekin, chiqchi. Yo'q. Qanaqa mana? Yaxshi 1 2 tushunsan. Ichkariga kira olmayman, buni o'ldirmasam 3. Yo'q, hozir deyarli patron chidamaydi bunaqangi ko'p ota boshlasam. Yo'q. Xazina, tushunsin. Kep bo'lish mumkin emas. Tak, olish kerak. Yaxshi pistolet, 8 ta magazin va to'pponcha. Mana bu yutuq. Tushunsin, gap bo'lish mumkin emas. Yaxshi, vatgan atrofda ham zombilar bormikan? Qiziq. Tak, menimcha yerga borganim unchalik ham to'g'ri qaror emas, lekin hech bo'lmasa miltiq topdim va revolverga ham hali yana 32 ta patronlar bor. Bu yaxshi. Xo'sh, radar bo'ylab nima qilishim mumkin? Tak, bularni ochish uchun maxsus instrumentlar kerak. Tak, bunisi shundoq ham ochiq, lekin bo'sh. Xo'sh, bu yer ham bo'sh. Yo'q, ha, mengacha allaqachon bo'shatib ketishganga o'xshadi. Okey, nima bo'lsa bo'ldi, ketdik. Sekin hamma yoq qorong'u, o'chroq yo'qmasa ham kerak. Tushunursan, polkalar bo'sh, yo'q. Endi nima qilaman? Ovqat esa deyarli yo'q menda. Ajoyib. Omadim mumkin. Stop, ular kim bo'ldi yana? Mashina yonida qanaqadir odamlar. Tak, sekin. Tushunmadim. Yo'q, qurollanib bo'lganmi qo'lda? Jennerson, yo'q, qoch. Zombi. Bo'ldi. Mana bu syurpriz. Qanaqasiga kirib bo'ldi hayronman. Yoki yashirinib o'tirganimda. Tushunsin, tak. Bo'ldi. Sekin. Ularning yoniga bormagan ma'qul, chunki pistolet bilan avtomatli odamlarga qarshi chiqish unchalik ham yaxshi g'oya emas. Mashinasiz ham qoldim. Ajoyib, balki shunchaki kalti yo'qligi uchun tashlab ketishar, bo'lishi mumkin. Umid qilamanki shunday bo'ladi. Sekin, yana zombilar. Ajoyib, mayli. Hech yo'q. Hozir to'pponchani sizlarda sinab ko'raman. Kakrasi ichkariga kirish kerak. Sekin. Men o'ylagandan ko'ra ko'proq ekan ular. Yo'q, xo'sh, nima qilishim mumkin? Hozir chiqsam, tushunursan, talpada qolib ketishim mumkin. Agar chiqmasam, orqa eshikdan chiqa olmayman. Yonroq oldi eshikdan. Nima bo'lsa bo'lgan, hozir ochaman va mana olinglar. Aytgancha ular eshikdan kira olmaydiganga o'xshashadi yoki bir-birlariga tiqilib kira olishmayapti. Okey, bu yaxshi. Faqatgina ajoyib. Ularni yo'q qildim. To'pponcha ancha kuchli ekan revolverdan ko'ra. Okey. Yo'q, sekin bularni ko'paytirish 1 2 3 4. Tushunsin, jinursin. Yo'q, sekin yaqinlashmanglar menga. Uzoqroq qochish kerak. Asosiy distansiya saqlash. Agar meni ushlab olishsa, nimdan tiqib tashlashadi. Ana bu uyim yonidagi qizdek. Bo'ldi. Sog'-salomatman. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Bugun juda ham ko'p omadim kelyapti. Bir tarafdan umuman kelmayapti, bir tarafdan esa shuncha zombilardan tirik chiqyapman. Bu yaxshi. Lekin bir tarafdan dadamdan ayrildim. Bu yerda hech qanday ovqat topa olmadim va ajoyib, mashinamni ham o'g'irlab ketishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. 3 talik omadsizlik. Kombo. Nima qilaman endi? Menimcha noma'lum muddatga shaharda qolib ketdim. Tushunursan, endi biror nima o'ylash kerak, lekin nima qilishim mumkin? Qanday qilib shaharni tark etishim mumkin, mayli, hech qisi yo'q. Men aniq tirik qolaman va bobomning yoniga boraman. Hali hammasi endi boshlanayotganini do'kon orqa eshigida o'tirgancha hali hanuz bilmas edim. Yaqin orada qotillik, sotqinlik, hattoki odamxo'rlikka guvoh bo'laman deb. Yo'q, bunaqasiga hali tayyor emas edim. Lekin apokalipsis hech kimga rahm qilmaydi.